Bu to'pga qarang. Savol: u harakatlanyaptimi? Shu joyda siz "Yo'q, u bir joyda turibdi" deyishingiz mumkin. Ammo men sizga aslida bu to'p nihoyatda tez harakatlanmoqda desam-chi, ishonasizmi? Uning o'lchami-chi? Sizningcha bu to'p kattami yoki kichik? Albatta kichik deyishingiz mumkin. Lekin men sizga bu aslida noma'lum desam-chi, ishonasizmi? Nima uchun? Shu videoda bilib olamiz. Bu yigitni tanisangiz kerak-a? Ha, bu Albert Einstein. Bekorga uni daho deyishmaydi. Einsteinning ishi bizga mutlaq harakatsiz holat yo'qligini o'rgatdi. Barcha narsa nisbiy. Misol uchun mana shu to'p. U bir joyda emas, balki soatiga taxminan 1670 km tezlikda harakat qilmoqda. Chunki u yerda va yer aynan shu tezlikda o'z o'qi atrofida aylanmoqda. Ammo to'p bizga harakatsizdek tuyuladi. Chunki biz ham yerdamiz, ya'ni bir xil tezlikda. Ammo agar siz to'pning harakatlanayotganini sezsangiz, bu ushbu to'p bizning harakatimizga nisbatan o'z tezligini o'zgartirganini anglatadi. Xuddi shu qonunga butun borliq rioya qiladi. Bizning sayyoramiz Quyosh atrofida, ya'ni Quyosh tizimida aylanadi. Quyosh tizimi ham harakatsiz emas, u somon yo'li galaktikasi bo'ylab harakatda. Va bu galaktika ham koinot bo'ylab harakatda va shu bilan butun koinot ham harakatda. Ya'ni fizikada mutlaq harakat yoki harakatsiz degan tushunchani o'zi yo'q. Chunki hamma narsa harakatda, shunchaki bir-biriga nisbatan ma'lum tezlikda. Bu Einstein bizga bergan inqilobiy kashfiyotlardan biridir. Endi to'p o'lchamiga kelsak, nega bu to'pning katta yoki kichikligini aniq ayta olmaymiz? Chunki bu atama kontekst va tanlangan mezonlarga bog'liq. Kichik degani o'zi nima degani? Bu to'p o'rtacha odamdan 100 barobar kichikroq bo'lganligi sababli uni kichik deb atasak, bunday holda bu to'p uzumdan 100 barobar katta degan fakt bilan nima qilamiz? Bunda to'p kichikmi yoki uzum? Uzum desak, xuddi shu kichik uzum guruch donidan 100 marta kattaroq-ku. Biron narsadan 100 barobar kattaroq narsani kichik deyish o'rinlimi? Va guruchni ham aniq kichik deyish xato, sababi u bakteriyalardan 1000 barobar kattaroq. Bakteriyani kichik deyishga shoshmang, chunki u virusdan 100 barobar kattaroq. Ha, virus. U juda kichkina. Demak, virusni kichik desak bo'ladi. To'g'rimi? Lekin virus atomdan 1000 marta kattaroq. Lev Kep va Demokrit kabi qadimgi Yunon faylasuflari atomlar materiyaning eng kichik, bo'linmas birliklari ekanligini ta'kidlaganlar. Aha, demak atomlar aniq kichik desak, zamonaviy ilmiyot atomlar ham kichik emasligini, ular elektronlar, protonlar va neytronlar kabi zarralardan iborat va yanada chuqurroq qarasak, atomlardan 1000 barobar kichik bo'lgan kvarklar borligini aniqladi. Mana shu atomlardan kichik bo'lgan o'lchamlar bizga ma'lum fizika qonunlariga to'laqon rioya qilmaganligi sababli olimlar bu darajani kvant darajasi deb atadi. Xo'sh, shunday ekan, o'lchamning eng oxiri qayerda? To'g'risi, biz buni bilmaymiz. Shu sababli biz bir o'lchamda majburan to'xtashga qaror qildik va uni Planck uzunligi deb atadik. Sababi bu o'lchamdan kichikroq darajada bizning fizika qonunlarimiz butunlay qulaydi. Ya'ni bizda o'lchamning aniq bir boshi yo'q. Shu sababli biron narsani mutlaq kichik deyish noto'g'ri. Axir Planck uzunligi ostida yana cheksiz o'lchamlar spektri va yoki butunlay yangi fizika qonunlari, xuddi Ant-Man kinosidagi kabi butun dunyo bo'lishi mumkin. Xo'sh, kattalik haqida nima deyish mumkin? Agar biz uzumga qarab to'pimizni katta desak, unda biz bu to'pdan 100 barobar ulkanroq odam qandaymiz? O'ta katta? G'alati emasmi? Bizdan 100 marta kattaroq garajchi yoki garajdan 100 barobar kattaroq stadion. U ham kattami? Xo'p, unda Saturnning sun'iy yo'ldoshi qanday? Ajablanarlisi shundaki, astronavtlar odatda uni mitti yo'ldosh deb atashadi, chunki u Merkuriy kabi sayyoralarga nisbatan o'ta kichik. Xo'sh, unda Merkuriy kattami? Yo'q, u Quyoshning atigi bir qismiga teng sayyoracha va Quyoshimiz bizga ulkan bo'lib ko'rinsa-da, u Betelgeuse kabi Quyoshdan 1000 barobar kattaroq yulduzlar oldida achinarli bo'lib ko'rinadi. Ammo bu yulduzlar ham nebula tumanligi oldida hech narsa. Galaktikalar-chi? Masalan, bizning galaktikamiz ushbu yulduzlardan taxminan 100 ming barobar kattaroq. Ha, xo'p, bunda holda eng katta o'lchov birligi nima? Va yana shu javob. Biz bilmaymiz.
Ayni paytda bizning eng katta o'lchovimiz 96 milliard yorug'lik yiliga teng. Undan u yog'ini biz shunchaki ko'ra olmayapmiz. Ehtimol ushbu chegaradan keyin ham 100, 1000 va hatto million baravar kattaroq tuzilmalar bordir. Balki bizning butun koinotimiz Man in Black kinosidagi kabi bir mavjudot qo'lidagi kichik bir o'yinchoqdir. Ko'rib turganingizdek, biz bu to'pni mutlaq ma'noda harakatsiz, kichik yoki katta deb belgilay olmaymiz. Chunki biz o'zimiz ushbu o'lchov spektrida aynan qayerda ekanligimizni bilmaymiz. Pst, hey, salom. Men ushbu kanal muallifi Toddman. Videoni ushbu joygacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Aytgancha, mening kimligimni bilishni yoki jamoamizning bir qismi bo'lishni xohlaysizmi? Bunday holda mening boshqa ijtimoiy tarmoqlarimga obuna bo'ling. O'sha tarmoqlarda men tomoshabinlar bilan muloqot, kundalik bloglar va tanlovlar o'tkazaman. Sizni tinch qo'ymayotgan savolingiz bormi? Izohlarda qoldirib kanalga obuna bo'ling va kelasi videolarda javobingizni kutib oling.